Chunki Amerika bozoriga siz seryozni ichim olib kiryapsizda уже. 2000 ga yaqin kompaniyaga servis ko'rsatganmiz. 2000 ta. Top priority'miz safety, ya'ni klientlarimizning xavfsizligi. Bu ham update'chilarni sonini kamaytiradi-da, qaysidir taraflar. Yo'q bo'lib ketadi deb o'ylayman. AI orqasidan hamma narsani avtomatlashtirib tashlashdi. Menimcha bir 100 yilda bir keladigan bir davr bo'ldi deb o'ylayman. Juda tez. Juda tez. Buni orqasidan careerlar ham уже shu narsaga majbur. Men o'ylayman bu odamlar nafaqat qisqarishi, balki ularni sog'lom tarzda ishlashga olib kelyapti. Jeff Bezos gapi bor. It's easy to have ideas. It's very hard to turn that idea to a successful product. Necha foiz? Keling, ketdi mana. 40%. Foiz. 1 yilga. Bu beryapsiz? 1 yilga? Avvalambor assalomu alaykum Hasan aka. Va alaykum assalom. Sizni bugun Select podkastimizda birinchi sonida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat, men ham xursandman. Hasan aka, Select podkastimiz oddiy intervyu emas. Bu aynan suhbat. Va mehmonlarni biz o'zimiz tanlab maxsus taklif bilan chaqiramiz. Va siz o'sha mehmonlardan birisiz, Hasan aka. Bugungi asosiy maqsadimiz auditoriyamizga taklif qilingan mehmonimizni orqasida turgan hikoya, bosib o'tgan yo'llar, ko'plab bilmaydigan narsalarni aytib berish. Qarshi bo'lmasangiz, Hasan aka, suhbatimizni boshlaymiz. Avvalambor rahmat kattakon taklif uchun, sunnat. Xo'p, men Hasan Mirsobit Abdullayev, Namangan viloyatini Nanay qishlog'ida tug'ilganman. Amerikaga 2015-yilda kelganman. Amerikaga o'zi qiziqishimni orttirgan inson bu o'zim akam birinchi o'rinda. Akam litseyda o'qib yurgan paytlarida Amerikaga grant yutib olgan. Bu grant asosida kelaman deb turgan paytda ona mehri birinchi farzandga ko'proq tegadi deydi-yu. 100%. Shu qatori onam ruxsat bermaganlar. Akamda bu narsada bir qanaqadir o'zida bir alamzada holat bo'lganki, bizni majburlashga qaror qilgan bu narsada. Chetga chiqishi yoki shu til o'rganib dunyoga kezishga. Buni orqasidan shu bir ikki og'iz shu qulog'imga eshitilgan gap ta'sir qilgan biz asli Amerikaga kelishga niyat uyg'onishiga. O'z dadamni shu bir shogirdlari Amerikaga ketibdi. Bir diplomat odam edi o'zi. Degandan keyin shu gapdan keyin menda o'zimda Amerikaga ketaman degan fikr paydo bo'lgan. Va bu niyat orqasida men hammaga o'sha paytda aytib yuraverardim. Amerikaga ketaman boshqa deb. Buni orqasida biz o'sha o'zimizni familiyalarni ham aytib ketaman. Chotbayeva degan ingliz tili birinchi o'qituvchim shu ayol orqali o'rganib kurslarga borib yana boshqa Amerika orzusida hamma qatori harakat qilib kelingan. Amerikaga 2015-yil keldik, student bo'lib keldik. Undan keyin boshqa o'zimiz o'zbek qora ko'zlar qatori logistika sohasiga qiziqish paydo bo'ldi. O'zi asli menimcha shu soha asosiy hammani fokusida bo'lgan u paytda. Kompaniyalar hali ochilmagan, lekin unaqa ko'p. Nechinchi yil haqida gapiryapmiz hozir? Bu 2016-yil. 2016. 2016-yilda biz studentlik paytda u paytda Wisconsin shtatida berardi studentlarga CDL. Shuni orqasidan driver bo'lib ish boshlaganmiz. Qoyil. Birinchi kasbimiz. Qoyil. Shuni qilib logistika sohasiga kirib, mana hozirgi kunda bir ikkita startaplar qildik. Shu kompaniyalarni yurg'izib kelib turibmiz. Hurmatli tinglovchilar, Hasan akam juda ham bir kamtarin inson. Juda ham kamtarin inson. Bir nechta startaplar, Xudoga shukr, ko'plab startaplarni asos solganlar. Startaplar hammasi o'zini darajasida yaxshi, hurmatga ham yaxshi usability juda ham ko'plab odamlar ishlatyapti. Ko'plab odamlarga, kompaniyalarga foydali bo'lyapti.
Hasan aka, logistika sohasida hozir ko'plab ko'rib turgan insonlar sizni Quick Manage co-founder sifatida taniydi-da. Mhm. Mana hozir aytib berdingiz, qanday har bitta inson bitta yo'lni bosib o'tadi, har bitta inson orqasida bir hikoya turadi. Sizni orqangizda ham bir insonni o'xshagan marrasida siz ham nimaga men emas degan fikr kelib, siz ham uni bosdingiz-u va mana hozir siz bilan shu xonada o'tiribmiz. To'g'risi, men Hasan akamni o'zim bir necha yildan beri tanib turib, CDL driver bo'lganlarini bilmagan ekanman, to'g'risi. Man hozir yanada sizga bo'lgan hurmatim boshqacha tarzda bo'ldi. Bu hech qanaqa paxta emas, Hasan aka. Rostdan ham nima deydi, trakdan tushib bunaqa g'oyalarni yaratish hammaga emas. Mhm. Xo'p, bitta narsa menga qiziq to'g'risi. Mana ko'p odamlar bilan gaplashaman, odamlar intervyuga keladi, ishga yoki har xil marosimlarda ko'rishib qolamiz, ekspolarda ko'rishamiz. Bishkekda gaplashdim, Chikagoda. Kimdir driver bo'lgan, kimdir ofisda ishlagan, kimdir kompaniya ochgan, kimdir ochib yopishgan. Hammasida nimadir afsus bor-da, lekin to'g'risi. Har bitta odam eshitsam, bilasanmi, mana bunaqa bo'lganda bunaqa bo'lardi-da. Siz o'sha 2015-yildagi Hasanga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi savolim. Va ikkinchi savolim, o'sha paytdan hozirgi paytgacha bo'lgan qanaqadir afsuslar yoki bir nimadirda boshqacha qilaman degan fikr sizda bo'lganmi, Hasan aka? Xo'p, birinchi o'rinda afsus, Xudoga shukr menda yo'q deb o'ylayman. Lekin men o'zimda tuzatish kerak bo'lgan bir xarakterlarni bittasi bu shu birovi maslahatini eshitganingda yaxshiroq bo'lardi deb aytgan bo'lardim. Sababi menda shunaqa xarakter bor. Maslahatni eshitaman, lekin baribir o'zim proba qilib ko'rishim kerak bo'ladi. Shu xarakterim bor. Lekin shu maslahatni o'zi aslida kimdir berganda yoki bo'lmasam shu eshitganimizda shunga qarab yurilganida ehtimol boshqacha bo'lardi. Lekin Xudoga shukr qilaman, hammasi menimcha menda vaqtida bo'ldi deb o'ylayman. Ishda, Amerikaga kelishda, ish topishimizda, oilaga yordam berishimizda, ota-onamizga, oila qurishimizda hammasi joyida bo'ldi deb o'ylayman. Zo'r. Juda ham bir go'zal hikoya. Menimcha, ko'plab hozirgi traktda yuradigan hurmatli haydovchilarimiz, shu sohada ishlab turgan hamkasblarimiz sizni voqealaringizni eshitsa, menimcha o'ziga yarasha motivatsiya olishadi. Keling, logistika haqida gaplashsak, Hasan aka. Siz traktda yurgansiz, to'g'rimi? O'sha payti traktni topgan pulingiz bilan hozirgi bozor, o'sha paytdagi yuklarning narxi, o'sha haqida nima deya olasiz, Hasan aka? Misol 2000 nechinchi yilda yurganingiz va hozirgi vaqt bilan taqqoslasak. 2016-yilda yo'lga chiqqan bo'lsak, shu 2 yildan oshiqroq yo'lda yurganmiz paytda. O'zimizni traktni ham olganmiz, kompaniya ham ochib ko'rganmiz. Qoyil. Hozirgi vaqt bilan solishtiradigan bo'lsak, osmon bilan yercha farqi bor. Raqamlarda, Hasan aka, misol Raqamlarda birinchi o'rinda dizel arzon edi. Reytlar baland edi. Per mile reytlar. U paytda, o'sha payt, ya'ni inflation deymiz, misol uchun market ancha arzon edi, misol uchun nima olaman desangiz, misol uchun ko'chadan ko'p narsalar arzon bo'lgan, lekin reytlar yaxshi bo'lgan. Fuelni men eslayman. Pensilvaniya misol uchun hozirgi kunda eng baland dizel shtatlardan hisoblanadi, Kaliforniyadan keyin. O'sha paytda biz dizelni 1.95 dan olganimizni eslayman. Pensilvaniyada. Shuni ham baland derdik. Lekin hozir mana 2 barobar oshib ketdim hozir. Shunaqa. Juda ko'p narsada o'sha davr yaxshiroq bo'lgan deb o'ylayman. Yana ham undan tashqari Amazon Relay juda bir gurkiragan davri bo'lgan. Bunaqa davr bizda yana haligi ko'p bo'ladi degan bir fikr bo'lgan o'sha paytda. Men hozir ko'rib turibmiz, Amazon Relay ham o'zgarib ketdi, marketlar ham o'zgarib ketdi, narxlar qimmat. Lekin hozirgi holatda misol uchun qarasangiz, menimcha bir 100 yilda bir keladigan bir davr bo'ldi deb o'ylayman.
Именно shu bizni shu o'zbek community'sini bu sohaga kirib kelishini boshlang'ich eng birinchi etaplari bir oltin davrga to'g'ri keldi deb o'ylayman. Lekin bu yog'iga sal menimcha sabr qilib yaxshi o'ylab ish olib borish Juda zo'r narsani aytdingiz hozir, bilasizmi? Chunki 200% o'ylayman, hamma oramizdagi hamkasblarimiz qani o'sha davr deydi-da. Misol qaysidirlari Covid paytida kirgan. O'zim ham o'sha 2017-yilda kirgan bo'lsam, o'sha paytdagi davrlarni esimda va o'sha paytdagi narxlar esimda dispetcher sifatida. Siz esa trakchi sifatida bilasiz. Agar sir bo'lmasa, Hasan aka, haftasiga qancha topgansiz? Yo'q, sir emas bu. U paytda haftasiga total grossmi yoki Keling o'sha net o'sha ovqatlanganingizda olib tashlasak. Yuribsiz, o'zingiz cho'nchagingizga qoldi, mana shu hafta Endi yaxshi. bitta narx aytib bo'lmaydi, sababi biz boshlanishiga company driver sifatida ish boshlaganmiz-da. Mayliga yurganmiz. Mayliga adashmasam 1,5-2 ming olardik adashmasam haftasiga. Undan keyin owner operator bo'lingan biroz muddat, уже 10 dan baland chiqardi haftasiga. Bu gross aniqrog'i. Gross. Net amountimiz menimcha dizelga yeb ichishga chiqarilardi xolisda. Kompaniyani o'zini feesi bor. Qolgan narsalarni o'zimiz cover qilardik. Bir 60% qolardi deb o'ylayman, margin. 6 ming. Agar 10 ming topsangiz, lekin 15 ming ham topardik-da. Xo'p. Ko'proq. Keling, raqamlar bilan gaplashaylik, Hasan aka. O'sha payti hozir hamma tinglovchilarimizga bu narsa qiziq. Ayni dispetcherlar ko'radi bu narsani. Siz truck driversiz, owner operatorsiz. 10 ming, 15 ming qilish yil davomida ko'p bo'larmidi, kam bo'larmidi? Yo shu nima qiziq bo'lyapti, masalan, gross hozir misol 15 ming qilish uchun aynan peak season bo'lishi kerak, yoki dekabr yoki mustaqillik kuni Amerikada yoki Chorная пятница. U qanaqa paytlar edi? Haftani qaysidir bayramlar yoki 15 ming shunday haftama-hafta bo'larmidi, cheris? Bu reydlar peak seasonda bo'lmasdi. Oddiy holatda edi. Peak seasonda mana o'zimizni hozirgi bu yerdagi akalarimiz bilan ham gaplashib qolsak, ba'zilari aytadi, raqamlar bilmadim, kimlargadir mifdek tuyular. Aytavering. 30 ming, 40 ming haftasiga gross qilganlar ham bor-da. Qachon? 18-19-yillarda. Endi u paytda men o'sha yo'ldan tushgan bo'lganman. Bir akamizni kompaniyasida shu ofisida ish yuritganman. Hali haydovchi bo'lib, tushib ofisda ham ishlagansiz. Qoyil. Sohani har bir qismiga kirishga harakat qilganmiz-da. Driver bo'lib yurganmiz, driver asosiy shu muammolarini, yo'lni, issiq sovuqni bilamiz va ofisdagi holatlarni shulardan ham xabarimiz bor. Shular sabab experience olganmiz. Shuni orqasidan hozirgi kompaniyalarimizga o'zib kelyapmiz. Hasan aka, menimcha suhbatimiz juda ham qiziq bo'lib o'tyapti ko'pchilikka. Men o'zimga ham to'g'risi bu voqealarni eshitish va sizga boshqacha nazar bilan qarashni boshlayapman. Chunki ham haydovchi, Amerikaga kelgan musofir, ham ofisda ishlab ko'rib, hozirgi qilgan ishingiz aynan sizni background experience'ingizga juda ham mos turibdi-da. Bu narsani hozir tinglovchilarimizga aytib beramiz, nima ishlar qilishingizni. Bitta narsa meni qiziqtirib turibdi. Kompaniyaga kirdingiz, trakdan tushdingiz, keyin kompaniyadan chiqib shun bo'yicha software startup qildingiz. Shu oralarda bo'lgan shu klik deymiz-da, har bitta insonda. Qaror qabul qilishga kimdir yordam berganmi yoki siz qanday shunaqa xarakterni o'zingizda yaratganmisiz? To'g'risi, men bilaman ko'p odamlarni, ba'zilari 10 yillab trakda bo'lishi mumkin. Ba'zilari esa ofisda 10 yillab bo'ladi. Ba'zilari esa hammasini qilib ko'radi-da, oxirida umuman boshqa sohaga ham chiqib ketadi. Shunaqasi bor, oxirgisi misol haydovchi bo'ladi, kompaniyachi, keyin kompaniyasi yopib yana haydovchi bo'ladi. Hasan aka, sir nimada? Bunaqa to'g'ri transition qilish, vaqtida o'tish. Bu siz student bo'lib kelgansiz. Qanday bu? Yo bironta bir ustozingiz bo'lganmi? Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz.
ustozlarimiz bor, maslahat berib turadigan, lekin bu oradagi transition qarorni qabul qilib shunga qarab yurish bo'lgan. Manda misol uchun endi ko'pchilikda o'zi asli sizda ham shu holat, orqangizda kimdir bo'lmagan deb o'ylayman. Bizda ham xuddi shundoq, orqamizda kimdir bo'lmagan, lekin tavakkal qilib ish boshlaganmiz. Demak, 2016da biz trakka chiqib driver bo'lib yurganman. Keyin 2017-18-yilda oila qurish maqsadida, aniqrog'i, trakdan tushilgan, ofisning ishini boshlaganmiz. Shu ofisning ishida eski TMSlarni ishlatish boshlaganmiz. Management sistema, transportation management sistema bu TMS. Shularni ko'rib turib, o'zimizdagi qiyinchiliklarni ko'rib, shu g'oyalar kelgan, har xil sistema qilish yoki boshqa o'zi computer science, kompyuter sohasiga o'zi qiziqishim azaldan bo'lgan, yoshlikdan bo'lgan. Endi asli biz u orqaga qaytadigan bo'lsak, o'yin o'ynash bilan boshlangan o'zi asli. Kompyuter sohasiga qiziqishimiz. Mana hozir shu kompyuter sohasida, shu IT yo'nalishida oxiri kirib qoldik shu sohaga. Startap yaratdingiz. Yechim. Transitionni shu o'zim bir akam bor edi. Rosa o'ylanganman, menda ham ikkilanish ko'p bo'lardi. Boshlaymikin, boshlamaymikin. Ko'pchilikda bo'ladi. Bu narsani boshlaymikin, ertaga bir qanaqadir bir joyda qolib ketmasmikinman degan fikr bo'lgan boshida. Lekin shu o'zimni akam, hozirgi kunda bojam to'xtatib boshlamasangiz bo'lmaydi degan bir gap aytganlar. Xuddi shu narsani qilganman. Bo'lmasam menda bir haligi kelib turadigan pul yoki qaysidir bir biznesim bo'lmagan, lekin qaror qilganman, shu oyiga shu rasxodlarimni cover qiladigan pul bor. Bu yoqda men o'zim yoqtirgan sohaga, o'zim qiziqqan sohaga vaqtimni sarflashga qaror qilganman. Chunki Amerika hammamizga yasna, ya'ni orzular mamlakati. Bu yerga kelib ham o'zimiz yoqtirmaydigan bir qaysidir bir majburlikdan bir narsani ustida ish olib borish menimcha xato deb o'ylayman. Shu orzu sari qadam bosganmiz. Shu orqali Brilon Smart Booker platformasini yaratganmiz. Birinchi 2020-yilda asos solganmiz. Shu 21-yilda boshlarida как раз Amazon yaxshi paytlar. Yongan paytlari. Shuni klientlarimizga berishni boshlaganmiz. Bu produktimiz juda ham yaxshi natijalarni olib kelgan. Minglab, yaqin 2000 ga yaqin kompaniyaga servis ko'rsatganmiz. 2000 ga yaqin. Adashmasam shu 1800 tadan oshgan kompaniya ishlatgan kompaniyalarning soni. Shuni orqasidan o'zimda bo'lgan qiyinchiliklar, tracking kompaniyani ichidagi o'zingiz bilasiz, har bir departamentda o'zini ishchilari bor, alohida ishlaydi va ularni kunlik qiyinchiliklarni ko'rib, shularga ham bir yechim topib berishga fikr kelgan. Shuni o'ylab ko'rganmiz. Komanda bilan, endi u paytda o'sha komanda qilganmiz, boshqa IT komandangiz bo'lgan. O'sha IT komanda qilganmiz. Komanda bilan kelishib, shu qaysi yo'nalishga uramiz yoki yana nima qilsak bo'ladiki, hozirgi klientlarimizga misol uchun foydali bo'ladi yoki ishlatadi. Har xil optionlar bor edi. ELD optioni bor edi oldimizda yoki TMS. Lekin TMS tanlaganmiz komanda bilan kelishib. Shuni qilib Quick Manage boshlaganmiz 2021-yilda. Qoyil. Gap bo'lishunga o'z Hasan aka, hurmatli tinglovchilar, kuzatuvchilar, Hasan akam o'zi logistika sohasida hozirgi vaqtda Quick Manage platformasini asoschilaridan biri va ko'plab trak kompaniya ishlatadi. Undan tashqari o'sha Brilonni aytib o'tdingiz. Brilon bu Amazonda yuklarni olishga yordam beradigan smart yechim bo'lgan. U ham o'sha aytib o'tganingizdek 1800 ta kompaniya ishlatilgan. Men bu raqamni eshitib hayron bo'ldim. Men 500 ta deb o'ylardim. 1800 ta bu juda zo'r rezultat. Menimcha
uncha-muncha software bunaqa rezultat qilishga harakat qiladi. Shunaqangi ajoyib rezultatlarga erishganingizni o'zi juda zo'r. Agar biznesga qaytadigan bo'lsak, Hasan aka, Quick Manageni yaratdingiz. O'zi Quick Manageni g'oyasi o'sha men tushunishim bo'yicha siz har doim shu muammoni ko'rsangiz, shu muammoga yechim topishga harakat qilar ekansiz-da. O'sha paytida siz Quick Manage degan ism qilish, shunaqa yarataman degan g'oyalar yoki kim bilan qilasiz uni? Endi komandangiz bo'lgan, no baribir sherik kerak. Любой bunaqa g'oyalarga katta nima deydi, Amerika miqyosida katta g'oyalar. Chunki Amerika bozoriga siz seryozni yechim olib kiryapsiz-da уже. TMS bu butun truck kompaniyani boshqaradigan sistema. Va qanday kelgansiz bu narsaga? Misol uchun ismni o'ylab topish, sheriklar, o'sha haqida ozgina background aytib bersangiz, chunki agar bu podkastimizni xudo xolasa ko'radigan kuzatuvchilarimiz ko'pchilik logistika sohasida bo'ladi-da. Aniq ayta olmayman, ular Quickman ishlatishadi va shularga albatta qiziq bo'ladi. Qanaqa o'zi bu g'oya qaydan kelgan, logotip, shularni ozgina ochib bersangiz, menimcha ko'pchilikga qiziq. Brilom nomi biz endi misol uchun Google'ga yoki shu katta kompaniyalarni nomiga e'tibor bersangiz, umuman bir ma'no yo'q nomlar bilan nomlangan. Brilomga shu sheriklarimiz, hozirgi CTO'imiz Elbek aka, Kamoliddinov, Brilomdagi yana bir sherigimiz Xurshid aka, Jo'rayev. Shular bilan birga kelishgan holda shunaqa nom qilaylikki, bir необычный nom bo'lsin, unik nom bo'lsin degan bir nima bilan boshlangan. Lekin Quick Manage'ga kelganimizda men shu narsani olg'a surganman, чтобы nomni o'zi aytsin. Kompaniyani qanaqaligini. Ya'ni uni vazifasi nimaligini bir nomi o'zi aytsin. Misol uchun biz ko'rdik, Brilom degan smart broker. Brilom nima degan savolga o'sha odamda bir fikr paydo bo'lmaydi, toki uni eshitib, shu nima ish bajarishligini aytmagunizcha, to'g'rimi? Endi katta kompaniya bo'lib ketsa, misol uchun boshqa o'sha hamma keyin bilar. Lekin biz shu qaror kelganmiz, yaxshi nom bo'lsin, mayli uzunroq bo'lsa ham, lekin maqsadini aytsin, kompaniyaning asosiy maqsadini aytsin degan bir qaror bilan qilingan. Har xil nomlar kelgan o'zi, shu boshida Brilom Management bo'lgan. Shu management qanaqadir sistemaligini bildiraylik, o'sha nomni saqlab qolaylik deganmiz ham. Lekin Quick Manage degan nom shu ozroq vaqt o'tgandan keyin kelgan kallaga. Men eslayman, Quick Manage deganimizda shu Quickda C bor-ku, K'dan oldingi C'ni, shuni olib tashlagan holda olmoqchi bo'lganmiz, qilmoqchi bo'lganmiz. Quick. Da. Chunki quickmanage.com domain narxi qimmatroq bo'lgan. Available bo'lgan, lekin narxi qimmatroq bo'lgan. Eng katta muammo IT sohasida. Nom topsangiz ham domain muammoda hozirgi to'g'rimi? C'siz Quick Manage kelgan, даже o'shanga moslab qilganmiz ham, logotiplarni, boshqasini, hammasini. Bu narsani biz tushunganmiz. Bu sistemani qurish orqali biz misol uchun yaqin bir 3-4 yillik emas, biz o'sha kelajakka harakat qilib bir yaxshi solution kiritish maqsadida olishga qaror qilganmiz. To'liq bo'lsin, chunki available bu nom. Men o'sha trademark veb-saytidan ham tekshirganman. Hali hech kim olmagan bo'lgan bu nomni. Kimdir o'ziga registratsiya qilmagan bo'lgan. Shuni orqasidan domain ham olganmiz. Trademark registratsiyasidan ham o'tganmiz. Juda to'g'ri aytib o'tdingiz. Trademarkni ko'pchilik qilishmaydi. Menimcha ko'pchilikga foydali ham bo'lardi. Startup qiladigan, IT yechimlar qiladiganlarga nafaqat domain yoki LLC, balki trademarkni ham tekshirib qo'yish. Juda zo'r. Hasan aka, o'sha Quick Manage'da o'ylab topdingiz. Keyin qanday shu Elbek akam bilan birga sherik bo'lib boshladinglar? Qanaqa bo'ldi o'sha? Yo prosta shu ikkalanglar boshlab, Xurshid akam bilan birga bo'lganmi? Qanaqa prosta Quick Manage boshlanib ketdimi? O'sha ozgina aytib bering, masalan, men o'zimga ham qiziqdi, qanaqa o'sha bitta kichkina g'oya bunaqa katta smart yechimga aylanishi mumkin va butun komanda yasash. Chunki o'zim ham Handmini qurayotganimda yoki
load modda qurayotganimda juda ko'p o'zgarishlar bo'lganda Mhm. ishimda va o'sha sababli sizni ham shu fikringiz menga qiziq, chunki ko'rib turibman hozir yo'lingizda bojangiz yordam bergan, akangiz bir sababchi bo'lgan. Har bitta yo'lingizda bitta inson sababchi bo'lyapti-da. Bu yoqda Brilondan keyin nima bo'lgan? O'zi birinchi o'rinda g'oyalar kelishidan oldin menimcha misol uchun ideyalar bor, g'oya deymiz, ideya hammada bor. Lekin o'sha ideyani amalga oshirish uchun mani nazarimda birinchi o'rinda komanda muhim deb o'ylayman. Biz Brilonni boshlaganimizda men endi Elbek aka o'zim hamqishlog'im, bitta joydamiz, taniyman, bir-birimizni taniganmiz. U paytda Elbek o'zlari Amazonda shu search engine departamentida ishlardilar, yaxshi injenerlar qatorida. Elbek akani bilganim uchun Elbek aka bilan bir kelishib, shunaqa bir ideya bor, shuni bir amalga oshirishga harakat qilib ko'ramizmi deb aloqaga chiqqanman. Shuni orqasidan birga ish boshlaganmiz. Quick Manage ideyasi ham shu komandani birgaligida kelib chiqqan o'zi asli. Misol uchun Jeff Bezos gapi bor. It's easy to have ideas. It's very hard to turn that idea to a successful product. Mana shu narsa komandani birinchi o'rinda muhimligini aytadi. Misol uchun muammo bor, hammada qanaqadir muammo bor, lekin unga yechim topish kerak. Uni successful product qilib olib chiqish kerak. Buning uchun komanda kerak bo'ladi. Elbek aka bilan shu Xurishdagi nargi proyektimizda bo'lganlar, bu proyektimizda hozirda Odiljon Sattorov, 3-sherigimiz, u kishi ham Elbek aka bilan kursdosh bo'lgan. Amerikada ham yaxshi katta kompaniyalarda shu Vanguard, o'zingiz ham bilasiz, mutual funds, shu kompaniyada ham asosiy bir lead injenerlar qatorida ishlab kelganlar. Hozirgi kunda mana komandamizni asosiy injenerlardan biri Odil aka. Juda zo'r, juda zo'r. Hozir ayniqsa O'zbekistonda ko'p ko'rdim, ko'plab startaplar paydo bo'lyapti. Hozir juda bir muhim gapni aytdingiz. Hamma startapda o'sha bitta shouni ko'rdim, o'zbekcha shou, Shark Tankga o'xshatib qilishgan, taqdimot, adashmasam shunaqa ismi. U yoqda ham o'sha обязательно komandamizda bu inson bor, bu inson deb aytyapti, chunki hozir ham aytyapsiz-ku, misol Apple'da ham shunaqa qo'yadi, Steve Jobs imенно odamlarni birlashtira olgan. Jeff Bezos ham o'zini yaqin do'sti, o'zini ayoli hamda bitta insonni birlashtirib garajda boshlaganda. Sizda ham istoriyangiz qiziq, misol kimdir bilan siz startap yaratdingiz, keyin yo'lingiz ozgina ketib, yana bitta kuchli IT ishchi chiqdi. Davay uni qilib uchalamiz trio, 3 ta mushketyor deb nomlasak bo'lar ekanda. Sizlarni haqiqatdan ikkita kursdosh, siz bu yoqdan qo'shilyapsiz, logistikada experience olgan, to есть bolalar nima shu Odil aka, Elbek akalarni texnologik imkoniyatlarini olib turib, o'zingizni backgroundingiz bilan unikal bir yechim yaratyapsizlar. Endi unikal deganda, menimcha o'zbeklarning orasida birinchi TMSlardan bo'lgansizlar, to'g'rimi? Chunki endi men logistikada ancha yildan beri, hozir 11-yil bo'layotgan bo'lsa, men ishlatgan paytimda bitta TMSlar bo'lardi. Biz o'sha ustozlarimiz kompaniyasi ishlatardik. No TMS by O'zbek yoki ko'rmaganman-da, to'g'risi. Ko'rganman, что bitta ikkita katta factoring kompaniyalarniki bor edi. Bitta ikkita immigrantlar qilganlari bor edi. Amcha Serbian yo Slovenian bor edi, bitta ikkita yechimlar. Men o'zim ham ishlatib ko'rdim. Men o'zimda ham bo'lardi shunaqa bir, bilasizmi? Ko'ngildek emas-da, ishlatasiz, lekin nimadir ishlamay qoladi yo mana shu yo'q ekan-da deysiz. Menimcha sizlar birinchi o'zbeklardan bo'lgansizlar, to'g'rimi Hasan aka? Yoki men adashyapmanmi? Shunaqa. Biz 2021-yilda boshlab, 22-yilda MVP versiyasini berishni boshlaganmiz. O'zimizning klientlarga, ya'ni Brilon Smart Poker'dagi klientlarimizga berishni boshlaganmiz. Shunchaki for free. Tekinga. Feedback olish maqsadida. Qo'yil. Oson emas bu bunaqa katta platformani tekinga berish. Shunaqa. Endi hamma har xil, hammada har xil
yo'nalish, misol uchun kimlardir hali tayyor bo'lmagan produktini sotishni boshlaydi. Kimlardir tayyor qilib oladi boshqa. Lekin mani nazarimda shunday bo'lganki, TMS bu endi har xil shu katta 4 ta departamentni yoki 5 ta departamentni jamlab oladigan sistema deb qarasak, bitta departament o'zini chiqarib turib berish red flag berardi. Ya'ni kompaniya u narsani olishga juda ikkilanardi. Hali tayyor bo'lmagan produkt yoki boshqa. Bu yoqda o'zi Brilonimiz ishlab turgan bo'lgan, shuni hisobiga biz shu kompaniyalarimizga mana bu produktni ham ishlatinglar, sizlarga nima kerak bo'lsa qo'shib beramiz deyilgan. So'ragan narsalarni qilib beramiz. Shunchaki bizga ideyalarni o'zinglarni o'sha kun davomida, misol uchun menejmentda nima kerak sizlarga, shu narsani bizga bersanglar bo'ldi deb berganmiz. 2024-yilgacha boshigacha, ya'ni 2023-yilni ham to'liq holatida hammaga shunchaki berib kelingan. Qoyil. Shuncha yil komandangiz, значит, o'sha ko'p odam bo'lmagansizlar-da? Boshida o'zi O'zbekistonda ham bir ikkita xodimlar bo'lgan, yordamchilarimiz, o'zimizni 5-6 ta odam bo'lganmiz boshlangan paytda. O'zingiz finansирование qilgansizda o'shanda? Shunaqa. Brilon Smart Booker anarog'i cover qilgan rasxodlarni. Ajoyib. Menimcha ko'p startaplar qiladigan odamlarga qiziq bo'ladi, chunki hamma startap qilib successfully exit qiladi yoki o'sha startapdan keyin yana boshqa startaplar yaratishga harakat qiladi. Lekin har doim ham hammasi o'xshab ketmaydi. Sizda ham Brilon o'xshadi, undan keyin o'z vaqtida chiqib boshqa bir startap qilyapsiz. Uningiz ham ancha yo'l bosib o'tib, endi oson demaymiz albatta. 2021-yilda 2024-yilgacha 3 yil vaqt davomida test, feedbacklar, doimiy tarzda uni ustida ishlash bu katta mehnat deb hisoblayman. Siz shuni qilib turib, boshqa bizneslarga chalg'imaganingiz uchun to'g'risi qoyil qolish kerak. Men o'zim ham handmi qilaman, lekin har doim yoki dispetcher yoki shu biznesimni yurg'izganman-da. Handmi mani bir hobbim, yaxshi ko'radigan ishim, odamlarga ishchilarni topishga yordam berish. Lekin siz umuman hamma narsani chetga surib qo'yib shuni qilishingiz, menimcha o'tgan kun aytgan maslahatingiz ham juda o'rinli deb hisoblayman. Agar bir g'oyani oxiriga ideal tarzda yetkazmoqchi bo'lsang, o'sha g'oyaga bor kuchingni bergin dedingiz. Qayerdir shunaqa video ham ko'rdim, to'g'ri. Haqiqatan startap MVP chiqqandan keyin o'sha hamma narsani chetga surishingiz kerak ekanda. To'g'ri. O'zi asli ish MVP versiyasini berishni boshlaganda boshlanadi deb o'ylayman. Klient oldiga qo'yasiz produktingizni. Biz mana bunaqa produkt qildik, ishlatib ko'ringlar deganingizdan keyin ular ishlatib ko'radi. Qanaqadir kamchilik bo'ladi. Baribir hammani ham idealniy muammosiga yechim birdaniga bera olmaysiz. Ana undan keyin feedbacklarni olasiz, boshqa keyin rivojlantirib borasiz sistemani. Juda ham to'g'ri. Hasan aka, men o'zim esimda bizani birinchi uchrashuv haqida ham hali keyin ozgina aytib beramiz kuzatuvchilarimizga, lekin esingizda bo'lsa men doim Hasan aka, men buni qo'shib bering, men buni nimaga tezroq qo'shmaysiz deb aytardim-ku. O'zim ham Handmin MVP web platformasini qilganimizdan keyin mijozlarimizni har kun bitta fikr keladi yoki g'oyalari kelib qoladi. Bu juda zo'r, albatta bu bir noodatiy hissiyot, lekin men tushunaman qancha ko'p ish borligini-da. Siz oldinga qarab ketaverasiz, voy men buni qilishim kerak. Tugamas uyga o'xshar ekanda, MVP o'zi platforma. Tugamas uyga o'xshab har doim nimadir qo'shishga harakat qilasiz. O'sha software qilishda, startap qilishda qiyinchiliklarni gapirganda Hasan aka, konkurentlarga munosabatingiz qanaqa? Misol uchun o'sha Brilonni aytib berdingiz-a? Brilon yaratishdan oldin konkurentlar bo'lganmi, yo'qmi? Va bo'lgan bo'lsa, g'oyani ulardan ko'rib oldingizmi yoki to'xta biz yaxshiroq yechim qilamiz? Misol Amerikada ham ko'p bozorlarda bitta g'oyani yes, there is an idea existing on the market, to есть bu bozorda g'oya bor, ammo buni boshqacha uslubda qilsa bo'ladi deb boshqa startaplar, masalan, ChatGPT, Google'ga bu sizda qanaqa bo'lgan shu va shu haqida Brilon hamda Cookbench haqida aytib bersangiz, avval Brilon haqida avval.
O'zi Amerikada konkurensiya juda avjiga chiqqan. Qaysi sohaga qaramang, hamma sohada konkurent bor. Yaqinda bitta intervyuni ko'rib qoldim. Mhm, Otabek Mahkamov mhm, intervyularda aytganlar, Toshkentga misol uchun Andijondan, Qoraqalpog'istondan keladi, o'sha yerda o'zimizni ichimizda konkurensiya bo'ladi. mhm. Lekin Amerikada shu Nyu-Yorkka 190 tadan oshiq davlatdan odamlar keladi. Endi tasavvur qilavering, bu yerda qancha ideya bor, qancha уже solution bor, yechim bor muammolarga. Xuddi shu singari bizda ham marketda уже yetarlicha solution bo'lgan. Hmm. Lekin Brilomga kelsak, Brilomda bu o'zi yangi market bo'lgan, Amazon Relay, Amazonga kirish, Amazondan yuklay olish, как раз o'sha 18-yilda, 19-yillarga to'g'ri kelib qoladi. Bunga ham o'sha solution bo'lgan, existing. O'zimizni hamyurtlarimiz ham qilishgan bo'lgan, bunga o'xshagan platformani. Yo'q, И endi ochiqni aytish kerak, misol uchun o'zimiz qaydadir qanaqadir ideyani ko'rsangiz, men ham qilaman degan baribir fikr paydo bo'ladi, to'g'rimi? Shu narsani prova qildik, yaxshi natija berdi. Biz yaxshiroq qilishga aqlimiz yetgani uchun harakat qilib ko'rdik, Brilomni. Yaxshi natijalarni qo'lga kiritdik, Xudoga shukr. Quick Manage boshlaganimizda, Quick Manage shu partnyorim, CTO'imiz Elbek aytgan, shu boshida Quick Manage boshlaganimizda bu produktimiz okean deb. Uni sababi klientlardan feedbacklar juda ko'p kelgan. O'zingiz aytyapsiz, mana Handmindan chiqarganimizdan keyin juda ko'p savollar, feedbacklar, muammolarni ko'rishni boshlayapsiz. Xuddi shu singari bizda ham muammolar ko'pligidan bu produktimiz okean deb nomlaganmiz. Sababi okeanda suzib ketaverasiz. Agarda kompasingiz bo'lmasa, qaysi tomon north, south, west, eastligini bilmasangiz, adashasiz, to'g'rimi? Sababi hamma klientlarning muammolarini o'rtaga tashlab, ularga to'g'ri yechim qilib berishga harakat qilingan. Bu levellardan o'tilgan Quick Manage'da solutionlarni topishga harakat qilganmiz, qilingan, Xudoga shukr. Hozirgi kunda ancha xursand klientlarimiz. O'zingiz ham mana ishlatasiz. Shunaqa. Quick Manage. Quick Manage haqida faqatgina yaxshi fikrlarim bor. Quick Manage'da o'zi asosiysi men birinchi marta eshitganim siz ofisga kelganingiz esimda. Men Track kompaniyaga yurg'izib yurdim va o'zim TMS juda ko'p qidirib yurardim. Shu qanaqadir bir yechim bo'lsa ekan. Keyin boshqa bitta platformalar aloqaga chiqishni boshladi. Har xil odamlar bilan gaplashdim. Bir 4-5 ta variantlar bor edi. Esimda endi o'sha qaror yechim qilishim kerak edi, siz telefon qilib qoldingiz. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? O'sha biz Orlandoga keldik, siz bilan bitta narsalarni gaplashmoqchi edik degandingiz. Hozirgi pastdagi birinchi ofisimga keldik. Bir o'zim o'tirardim. Hozir komandamda necha kishi bo'lsa, hozirgi u paytga qaraganda bir o'zim, bitta shu kompyuterim, ekranim o'zgarmagan, boshqa xolos. Siz keldingiz, doskada gaplashdik. Tracklarni sonida. Da. Va o'shanda biz 2 yildan beri buni ustida ishlayapmiz deganda esingizda bo'lsa, nima 2 yil? Hasan aka tezroq chiqarib yubormaysizlarmi? Shuncha narsa qilibsizlar dedim. Hozirgi kuzatuvchilar albatta bu narsa haqida bilishmasligi mumkin. Biz Hasan akam bilan shunday o'zidan o'zi tanishib qolganmiz va o'ylayman bu tanishish mana hozirgi do'stlikka aylandi. Keling o'sha haqida aytib bersak, misol uchun siz keldingizda mana shunaqa qilsak nima deysiz? Sizdan biz qanaqadir takliflar, feedbacklar olmoqchimiz dedingiz. Shu haqida ozgina kuzatuvchilarimizga aytib bersangiz, qanday bu qarorga keldingiz? Nima uchun menga qanaqa aloqaga chiqib qoldingiz? Men hali ham o'zimgacha bilmas ekanman shu narsani. Eslayman, o'sha paytda Handme channelingiz bor edi. Da. Kichik, katta emas. Katta emas edi. 6 ta, 8 ta odam o'tirardi. Yo'q, menimcha 4 ta edi. Yo'q. Da. 4 tacha subscriberlaringiz bor edi. U yerda yaxshi faoliyat olib borardingiz-da. Sizdagi energiyani ko'rib, menda tanishishga bir qiziqish paydo bo'lgan. O'zimiz shu tanishlar bilan gaplashib, shu odam bilan bir gaplashayin, boshqa
unda men bilmagandim siz Orlandodaligingizni даже. Hmm. Bilmasdim. Keyin gap so'rasam shu Orlandoda ular ham deb qolishdi. U paytda menimcha Mayamidamidingiz? Mayamidan keyin ko'chib kelmaganmidingiz? Shunaqa Mayamidan ko'chib Chunki keldim. menga birinchi Mayamida yashaydi deyishganda. Keyin уже Orlando, siz o'zingiz aytgansiz, men endi esimga tushdi. Orlandodaman degandim. Biza Shunaqa. telefon qilgandim. Men уже Mayamida bo'lsangiz kerak deb telefon qilganman. U paytda o'sha 4000 ta atrofida edi. 4300 ta точно, ko'z oldimda turibdi-da o'sha raqamlar. So'raganman, siz TMS ishlatasizmi, menejmentingizga? So'ragansiz. И sizni shu sizga berib produktimizni ham siz orqali menimcha safetydagi, fleetdagi futurelarimiz qo'shilgan. Chunki men ko'p narsani Excelda qilardim. Google Drive ishlatardim. Bitta sistemangiz faqat DocuSign bor. DocuSign bor edi. Sistema. Keyin siz nima qilasiz desangiz, shu Google Sheet derdim. Keyin siz qo'ysangizchi, buni nima qilsa bo'ladi deb, keyin esingizda bo'lsa, juda uzoq vaqt suhbatlashib qoldik. Soatlab gaplashdik. O'zimiz ham bilmagan holda qanaqa bir birinchi marta ko'rgan insoningiz bilan bunday yaqin bo'lib ketishingiz har doim ham bo'lmaydi. Va o'sha paytda biz g'oya almashib bundoq qila olamiz deb, men o'zim ham o'sha energiyaga ega bo'ldim, chunki men ham startap asoschisiman. Endi meniki Telegram hali kanal anaqa atrofida edi. Sizniki уже software MVP userlaringiz bor. Siz уже g'oyalarni yig'ib chiqyapsiz, feedback yig'yapsiz yana. O'sha suhbat esimda. Keyin esingizda bo'lsa, biz shu eski paytdan beri aka shu dispatch board ishlatamizda, mana shuni ham qilib bersangiz zo'r bo'lardi deb yurardim. U narsani release qilishga ko'p vaqt ketdi, lekin esingizda bo'lsa, bu bozordagi bir yangilik bo'ldi-da ko'pchilikka. Chunki bir 300 tadan 400 tadan oshiq odam dispatch board ishlatardi. Excelda, Google Sheetda. O'zimni bitta yaqin do'stim. Bir xil template. Bir xil. Hali ham bor. Hali ham ishlatishadimi? Hali ham bor. Yo'q, U yigit bilan ham bir orada gaplashdik, lekin hali ham o'sha template, lekin hozir rivojlantirib qo'ydi menimcha. Yaxshi. O'zi bizni menimcha 2 yil o'sha paytda o'sha siz oldingizga kelganimda produktni sal ishlatadigan holatga olib kelganmiz, lekin publicga chiqishimizga Handmeni o'rni katta. Buni men ham faxrlanib ayta olaman. Rahmat buning uchun ham. Sizga rahmat. Bundan buyog'iga ham yaxshi natijalarga erishib yuring. Xudo xolasa. Ko'rib turibmiz. Mana hozir Handmeni ham o'sha web versiyasiga olib o'tdingiz, a? Da, olib o'tdik, Xudoga shukr. Ancha-muncha carrierlar obuna bo'ldi. Feedbacklarni olyapmiz. Uni yoniga o'sha HRMS, o'sha marketplace, o'sha Telegramdagi hamma g'oyalarimizni digital produktga aylantiryapmiz. Va albatta o'zimni o'sha odam recruiting sohasidagi skillslarimni g'oyaga aylantiryapmiz, Xudo xolasa. Ko'p kuzatuvchilarimga aytishim mumkinki, sizlar meni shu Steve Hunter deb bilasizlar. Logistika sohasida necha yillardan beri ishlab kelib, Quick Manageda meni ko'pchilik noto'g'ri ma'noda taqdim qilishgan. To есть shu Sunnat aka ular bilan birga ochgan deb o'ylashardi, reklama qilganim uchun. Aslida men Quick Manageda просто Handmega поддержка bo'lib ular kelgan. Men o'zim tarafdan ularga o'sha reklama tarafdan поддержка qilganman. Nimaga? Chunki o'sha paytlar Handme proyektimiz unaqa endi katta edi, chunki boshqa unaqa proyekt yo'q edi, lekin unikal tarzdan endi o'sib kelayotgan proyekt edi. Hozirga taqqoslasangiz 32 mingta odam bilan 4 mingta odam juda katta farqi bor. Va platformamizda chiqadigan vakansiyalar soni ham ancha past edi. Lekin bitta startapni egasi sizga kelib shunday tavakkal tarzda ishonib boshqa odamning rekomendatsiyasi bilan yoki shu odamni orqasida qanaqa backgroundligini ko'rib turib ishonish, bu bir katta mashaqqat deb hisoblayman. Menga o'shanda hech qanaqasiga to есть hech qanaqa offer yo boshqa narsa qiziq emasdi, menga aynan o'sha sizni menga bo'lgan munosabatingiz qiziq bo'ldi. Kelib mana shunaqa gaplashganingiz, muomalangiz bo'lgan, tarbiyangiz, chunki o'sha paytlar o'sha trak kompaniya boshlab endi nima deydi, buksavat qilib yuruvdim-da endi asosda. Juda ko'p
har xil gaplar eshitganman o'zimga adresimga yoki ko'pchilik ishonmagan va siz bergan menga ishonchingiz menimcha bir turtki bo'lgan. То, что kimdir shu narsani qildimi, men ham qilishim kerak. Senga bir kishi ishondi, значит ko'plab odamlar ishonadi. Shuning uchun bizani o'sishimizda sizlar ham qaysi ma'noda sababchisizlar, chunki bizani birinchi nima deydi, bizga ishongan reklamodatelsiz. Shuning uchun Hasan aka sizga ham rahmat deydi-ku. Sizga ham rahmat. Biz bu narsaga kollektivni keldik va kollektivni mana bugungi podkastimizni ham birinchi mehmoni o'zingizsiz. Chunki ko'pchilikka mana shu voqealarni aytib bermoqchi edim. Qanday qilib biz ko'rishdik, keyin g'oyalarni yaratdik. Har safar eng qizig'i Hasan akam bilan bitta qiziq narsamiz, yo'lda ketib qolsam telefon qilaman-da. Hasan aka, mana buni qo'shsangiz nima bo'ladi? Mana buni qilsangiz-chi. Hozir lekin tan berish kerak. Nimadirda aytsam, sizda уже bu g'oya bor, bilasiz-a? Masalan, hozir siz уже komandangiz ham kattalardi. Menimcha komandada ancha-muncha odam ishlaydi-a? Shunaqa. Komanda juda kattargan. Startap ham nima deydi, ancha bir katta softverga aylangan. Meni bitta narsa qiziqtiradi. Nimaga Quick Manage haligacha boshqa startaplarga o'xshab investitsiya ko'tarmayapti? Men ko'rib turibman, O'zbekistonda hali MVP'si yo'qlar ko'taryapti yoki MVP'si bor, mijozi yo'q. Quick Manage'da уже mijozlar ham bor. MVP darajasidan 4 yillik experience ham bor уже. 5 yil bo'ldi menimcha уже. 5 yil, a? Da, уже bu MVP уже startup levellardan biz o'tdik. Break evenlardan o'tganmiz. Investitsiya ko'tarishni men o'ylab kelamiz. Endi hammada har xil sharoit bo'ladi-da. Kimgadir shu boshida kerak bo'ladi. Produkt g'oya bor, lekin uni amalga oshirish kerak. Uning uchun birinchi o'rinda moliya, boyagi aytganimizdek komanda, boshqa hammasi bo'lsa ham, lekin shu investitsiyaga taqalib qolishi mumkin. Chunki bu g'oyani amalga oshirish uchun hamma narsa pul. Bizda shu narsada qiyinchilik bo'lmagan, sababi Brilon Smart Booker'ni topadigan pulini biz komanda bilan kelishib stable produkt quramiz, shu narsaga investitsiya qilamiz deb turib o'zimiz ta'minlaganmiz rasxodlarimizni. Lekin bu risk. Bootstrapping deydi bu narsani. Kompaniyalar bor, yaxshi natijaga yetgan bootstrapping orqali o'zini o'zi fund qilib yaxshi darajaga, ya'ni yaxshi daraja deganda qanaqa? Misol uchun qaysidir bir muammoni yaxshi solutionini qurgan kompaniyalar bor. Yo'q emas, investitsiya ko'tarish planimiz bor, xudo xolasa. Bor. Albatta. Kutib qolamiz. Albatta. Yaqin oralarda e'lon berishimiz ham mumkin, xudo xolasa. Buni ustida ish boshlaganmiz, xudo xolasa. Juda zo'r yangilik Hasan aka, chunki men o'zim ham bilaman, hamkasblarim ko'p qiziqishadi. Nimaga Hasan aka shu akseleratorlarda qatnashmaydi? Chunki yaqinda ko'p ko'rdim, O'zbekistondan kelgan, Kaliforniyada ham ko'pchilik O'zbekistondan kelib qatnashdi akseleratorda. Hozirgi vaqtda ko'pchilik sun'iy intellekt hamda ma'lumotlar maxfiyligi va umuman axborot xavfsizligi masalasida juda ehtiyot bo'lib keladi. Ayniqsa haydovchi ma'lumotlarini o'g'irlanishdan qo'rqadi juda ko'p odam. Eng katta tema shu, menimcha. Shu nuqtai nazardan sizni so'ramoqchi bo'lgan savolim bor, Hasan aka, agar qarshi bo'lmasangiz. Quick Manage haqida odamlar eng ko'p nimani noto'g'ri tushunadi? Mana sizga har xil choralardan o'tgansiz. Quick Manage haqida nima noto'g'ri fikrlar bor? Noto'g'ri fikrlar meni o'zimga sal avvalroq shu free beta versiyasini bergan paytda kelgan bo'lsa kerak o'zimga. Ya'ni shu ma'lumotlar chiqishi boshqa degan gaplar faqatgina shu. Lekin Quick Manage bizni kompaniyadagi top priorityimiz safety. Ya'ni klientlarimizni xavfsizligi, ularga tegishli bo'lgan ma'lumotlar. U ma'lumotlarga даже bizni qarashga, bizni ko'rishga haqqimiz yo'q, chunki u sizning ma'lumotingiz. Men yaqinda chiqargan featurelarimiz ichida e'tibor bergan bo'lsangiz, email integratsiyalarini chiqardik. Da.
emailni integrate qilish, ya'ni Quick Manager ichida shu emailingizni misol uchun siz Gmailingiz yoki Outlookingizni ochib jo'natib o'tirasiz, misol uchun yozasiz, reply qilasiz boshqa. Xuddi shu shaklda boshqa sistemani ichiga kirgizish, ya'ni o'sha template'ni yasash shunchaki amalga oshadigan ish emas. Buni Google ham, Microsoft ham juda ham kuchli tekshiradi. Audit qiladi. Ya'ni o'zini shunaqa kompaniya servislari bor. Cyber security kompaniyalar desak bo'ladi. Shu kompaniyalar sizni produktingizni audit qiladi. Ya'ni qanchalik bu proyektni misol uchun hack qila olamiz yoki boshqa qila olamiz degan bir maqsadda. Bu tekshiruvlardan o'tganingizdan keyingina Google bilan Microsoftdan access ola olasiz integratsiyaga. Misol uchun siz ko'rishingiz mumkin, bo'ldi, bitta emailni qo'shilibdi-da yoki bitta email page paydo bo'lib qoldi. Buni orqasida biz ancha ishladik. Vaqt prosta ishlashga emas, lekin o'sha approval olish uchun ketdi Google bilan Microsoftdan. Bu tekshiruvlarni natijasi bizga inglizcha aytaman, out of 10 9.7 bo'ldi. Ya'ni shu 9.7 da total rating, misol uchun safety rating 10 deb oladigan bo'lsak, bizni xavfsizligimiz 9.7 natijani berdi. Qoyil. Quick Manage. Juda zo'r. Bu taraflama bizda xavfsizlik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Buni biz har bir demoda ham aytamiz. Bu narsadan men xotirjam faxrlanib ayta olaman. Что bizni support komandamiz sizni misol uchun klient sifatida sizni akkauntingizga umuman aksesi yo'q. Misol uchun bankka yoki bo'lmasam boshqa kompaniyaga telefon qilsangiz, supportiga siz telefon orqali sizni akkauntingizga kirib, sizni ma'lumotlaringizni ko'rish imkoniyati bor ularda. To'g'ri. Endi men bu bilan ularni xavfsiz demoqchi emasman. Lekin men shu narsani ham amalga oshirganmiz. Ko'rganingizdan keyin shuni o'yladingiz. Bizni hali market yosh, har xil fikrlar, har xil bunaqa raqamlar yoki boshqa narsani ko'rib, hammada har xil bir fikr kelib qolmasligi uchun support komandamizni ham shunday qilganmizki, faqatgina misol uchun kimdirga yordam kerak, qaysidir bir klientimizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, ulardagi muammoni yozishadi bizga. Biz sirazi shu muammoga yechim topishga harakat qilamiz. Meeting orqali yoki bo'lmasam telefon qilish orqali yoki kompaniyani xodimidan so'raymiz, skrinshotlar jo'natishi. Aniq nima muammo bo'lyapti siz tarafdan. Shu taraflarni ham hisobini olib, xavfsizlikni ta'minlab qo'yganmiz. Men o'zim xotirjam yotaman, xotirjam uyg'onaman-da. Ertaga misol uchun sen ma'lumotlaring bu yerda ekan, u yerda ekan degan bir gap so'z kerak emas. Chunki bizni shuncha qilgan mehnatimiz, vaqtimiz, aniqrog'i, investitsiya demayman, chunki bizni o'zi vaqtimiz уже pul, shuning uchun shu vaqtimizni sarflab qo'yganmiz bu produktga, bu kompaniyaga. Gap yo'q. Hasan aka, juda qiziqarli voqea. Menimcha siz sarflagan vaqt, kuch, energiya, komanda ko'rsatib turibdiki, siz butunlay produktingizda kuni kecha ishlaysiz. Produkt ustida ishlash deganda, Hasan aka, hozirgi vaqtda TMSlar soni ko'payishi menimcha kamaydi. Lekin oxirgi 2-3 yilda juda ko'p inson TMS qilishga harakat qildi, yoki o'rnib ko'rdi. Sizda shunaqa bir fikr bo'lganmi yoki sizda komandangizda? Endi to'g'ri sizlar to'g'ri paytda, to'g'ri joyda boshladinglar, MVP uzoq vaqt free demoda ishladinglar. Shunaqa paytlar bo'lganmi, masalan, bo'ldi, turdim, ketdim, charcha, yopinglar bu kompaniyani, jonimga ham tegib ketdi degan fikr bo'lganmi Hasan aka? Hamma startaplarda bo'ladi-ku, burnout deymiz, o'zbekchada aytganda. Kuydingiz, bo'ldi, dedingiz. Bo'lmagan desam yolg'on bo'lishi mumkin. Hammada bo'ladi. Har xil vaziyat bo'ladi. Lekin meni nazarimda komandani qurish eng asosiy rolda. Любой bitta ish qilaman dedingiz, ideya bor, unga siz komandani yig'ishni boshlagan paytingizda shu narsaga e'tibor berishingiz kerakki, qolgan sheriklaringiz ham siz bilan bir xil qobiliyatga ega bo'lmasligi kerak. Misol uchun siz qaysidir bir yo'nalishda mutaxassissiz, qolgan partnyorlaringiz, tanlagan sheriklaringizni o'zini yo'li bo'lsin.
ya'ni sizni manfaatingizni qondiradigan. Bizda 3 kishimiz komandada. 2 kishi bo'lganimizda ham menimcha give up qilib yuborardik deb o'ylaymiz. Sheriklarning o'rtasida ham shu muhokama bo'lib qoladi. 3-odam ushlab qoladi. 3-odam sababchi bo'lib qoladi ko'p narsaga. Yoki men, yoki Odil aka, yoki Elbek aka sababchi bo'lib qolamiz. Bu narsalar bo'lgan, bu narsalardan o'tilgan, burnout ham bo'lgan. Burnout bo'lsa nima qilamiz? Off olamiz. Ozroq muddatga. Lekin men off olishga rosa harakat qildim. Offda ham shu faqat ishni o'ylab yurasiz. Off olganingiz eslolmayman lekin. Yo'q, men shuning uchun ham boya aytib o'tdingiz, nimaga qatnashmaysiz konferensiyalarga boshqa deb. Chunki vaqt yo'q. Vaqt topsak ham qandaydir menda ishimga bo'lgan, kompaniyamga bo'lgan qiziqish, fikr doim tortib turadi. Keyin menda shu xayolimda doim g'oyalar yuradi-da. Misol uchun hammadan muammolarni eshitamiz, kimgadir qanaqadir solution kerak, yana sistemaga, platformamizga nimani qo'shsak bo'ladi. O'sha qo'shiladigan narsani ko'rinishi qanaqa bo'lishi kerak degan fikr yuradi-da menda doim. Bu narsa menga zavq beradi. Men to'g'risi rohatlanaman o'zim ishimdan ishlab, chunki bir qanaqadir yangilik kiritish men uchun hobbi. Shundan dam olasiz. Shundan dam olaman. Aynan mana shu narsa ko'pchilikda yo'q-da. O'shaning uchun boshida aytdim, Amerikaga keldim ham nimaga biz yana majburlab o'zimizni bir sohada ishlashimiz kerak. Qiziqqan sohangiz bormi? Qiziqqan yo'nalishingiz bormi? Bo'ldi, o'shanga qarab harakat qiling. Imkoniyati bo'ladi hamma narsani. To'pa-to'g'ri. Hasan aka va hurmatli kuzatuvchilar, umid qilamanki sizlarni zeriktirib qo'ymadik. Shu juda bir qiziq fakt aytib o'tmoqchiman. Aynan shunaqa pinpointni nima uchun aytib o'tdim? Ko'pchilik mana keyingi eshikda keladigan omadni aynan mana shu sababli tashlab qo'yishadi. Shuning uchun bizni xalq musofirda bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, birinchi o'rinda 40-chi bo'lmasa 41-chi eshikka harakat qilib ko'ring. 100-chi bo'lmasa 101-chi eshikka harakat qilib ko'ring. O'sha keyingi eshik sizning eshigingiz bo'lishi mumkin. Chunki baribir odam sevgan ishini qilsa, hech qachon undan chiqib ketmaydi. Men o'zim misolda ayta olayman. Misol logistika bo'yicha agar o'tgan kuni esingizda men, siz, Otabek uchalamiz gaplashganda, hisoblasam 5 soat gaplashibmiz-da. Bir narsa yemadik, 2 bakoshka suv ichdik faqat. Lekin shunchalik entuziazm bilan biz shu bilan yashaymiz. Har bittamiz o'zimizni fikrimizni, g'oyani o'rtada tashlab ochishga ro'ya bo'ldim-da. Ayta olaymanki, baribir odam sevgan ishni qilsa, kechqurun bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, 9da chiqibmiz ofisdan. Farqi yo'q. Gaplashaveradi. Men siz bilan ham hozir aynan o'sha nima deydi, ikkalamizga ham qiziq soha haqida gaplashyapmiz. Va shu joyga aytganda, rostini aytsam, bunday suhbatlar o'zi juda qiziq bo'ladi. Chunki soft, yechim yaratadigan insonlar hamisha alohida fikrlaydi. Va hozir biz ko'rib turibmiz, sizda ishlatadigan talaffuzlaringiz, misol ba'zi tinglovchilarimizga MVP so'zlari yoki break even so'zlari tushunarsiz bo'lishi mumkin. Siz bu narsani обязательно Google yoki ChatGPT qilib ko'ring. Kommentariyada so'rashingiz shart emas. Chunki hozirgi vaqtda bu trendovoy so'zlar deyman-da. Men O'zbekistonda anaqa bir Yaponiyaga o'xshataman-da, IT akselerator. Har kuni kimdir bitta g'oya yaratyapti. Har kuni bitta restoran, har kuni bitta kafe. Starbucksda 15 xili bor-da. Tushunyapsizmi? Kofe prototipi sifatida. Aytmoqchimanki, har kun biz rivojlanib bormoqdamiz. O'zbekistonda tinimsiz bunaqa temp hamcha boshqa davlatlar ham shunga qiziqishi ko'p-da. Va o'shaning uchun sizdan shaxsiyroq so'ramoqchiman. Masalan, sheriklaringizni aytib o'tdingiz, to'g'rimi? Juda ham bir ikkalasi kursdosh bo'lgan. Qarang, misol bitta savol, misol o'sha sherik tanlashda siz aytdingizki, menimcha ko'pchilik ham qiziq bo'ladi. O'zingni fazilatlaring ular bilan bir xil bo'lmasin. O'zingni skillslaring ular bilan bir xil bo'lmasin. Aslo bir-biringga yordamchi bo'llaring. To'g'rimi? Endi bitta savol, oranglarda urushlar, konfliktlar bo'lib turadimi? Albatta. Bo'ladi. Albatta. Qanday yechim topasizlar unga? Kim eng oranglarda kim eng nima deydi? Peacemaker deymiz-ku,
доброжелатель. Birinchi o'rinda o'sha bo'ldi deydigan, orada to'xtatamiz, yarashib olinglar deydigan. Xafa bo'lmanglar deydigan. 3 kishi birdaniga urushib qolmaymiz o'zi odatda. Tortishib qolmaymiz. Urushib emas, tortishib qolmaymiz. Chunki fikrimiz bitta joydan chiqmay qolish holatlari ko'p bo'ladi o'zi. Uchinchimiz keyin to'xtatadi. Shu bugun ham bo'ldi. Shu bugun ham ertalabda tortishuvlar boshqa, lekin baribir yechim topamiz. Kelishganmiz. Kimga nima ma'qul kelsa yoki ma'qul kelmasa o'rtaga tashlash. Berkitib yoki keyin fikr o'zgarib qolmasligi uchun harakat qilingan. Elbek aka bilan biz 2020-yildan tanishib, biz u yoqdan tanishmiz, lekin ish boshlaganmiz. Yaqindan tanishib boshlaganmiz-da, chunki ko'rishib, masalan, ham qishloqmiz, lekin ko'rishib salomlashib yurilgan xolos. Xarakteri bilmaysiz, boshqa bilmaysiz. Keyin Elbek ham, Odil aka ham aytadi-yu, jaydari boladan-da. Jaydaricha hal qilib ketaveramiz hamma narsani. Jaydarskiyda. Jaydarskiy bo'ladi. Zo'r Hasan aka. Buni nimaga aytmoqchiman? O'zi ideal inson yo'q. To'g'ri. Ideal komanda yo'q. Ideal startaplar ham bo'lmaydi. Ideal yechimlar ham bo'lmaydi. Hamma joyda nima deydi, urush, janjal va yarashish bo'ladi. Asosiysi bir-birini tushunib borish, bir-birini o'sha zahotda hurmat qilish va to'g'ri qiyshiq qing'ir joylarni tekislab o'tish deydi-ku. Bu tortishuv o'zi bizning o'rtamizdagi tortishuv o'zimizni muammolardan kelib chiqmaydi. Qaysidir bir klientimizning feedbackidan kelib chiqadi. Biz o'shanga qanaqa yechim topishimiz kerak, qanday yondashishimiz kerak degan joyda Elbek aka bu tarafdan kelsa yoki Odil aka bu tarafdan yoki men boshqa tarafdan kelaman. Shu orqali, ya'ni klientimizning muammosidan kelib chiqqan holda tortishuv bo'ladi. Bu tortishuv biznesdagi sog'lom tortishuv deb o'ylayman. Ish to'xtatildimi yoki telefonda gaplashildimi yoki o'sha mavzuni yopdikmi, o'sha taskga o'sha kerakli odamiga berdikmi, bo'ldi, o'sha biz keyingi taskga o'tib ketaveramiz. Yana oldin qanday bo'lingan bo'lsa, shu tarzda. Zo'r. Hasan aka, ko'p hamkasblarimiz sizni muvaffaqiyatga erishgan, startap yaratgan, logistika sohasidagi yechim yaratgan mutaxassis sifatida endi bilishadi. Bilmasak hammi? Bilishadi, siz bilmaysiz. Hozirgi vaqtda shu aytib o'tganimdek startaplar juda ko'p. Birinchi savolim, startapchilarga nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? O'zbekiston miqyosida yoki o'zimizda o'zbeklar Amerika kirgan miqyosida va agar maslahat bersangiz, investitsiya ham qilar bo'lganmidingiz? Albatta. Startaplarga maslahatim menimcha yana o'sha boyagi mavzuga qaytamizda. Komandani bu yerda yaxshi tanlab olish kerak. Yana o'sha boyagi gap, Jeff Bezos gapi. Ideali keladi. Lekin o'sha ideyani successful produktga aylantirish bu komanda bilan bo'ladi. Bir kishi bilan emas. Bir kishining g'oyasi bilan emas. U harakat bilan, maqsad bilan amalga oshiriladi. Hozir ko'rib turibman, kuzatib turibman, O'zbekistonda ham Amerikadan qolishmayapti o'sha startaplar, investitsiya kiritishlar, boshqa yaxshi g'oyalar bo'lsa, albatta. Endi bizni tushunadigan sohamiz shu logistika sohasi bo'lib qoldi. Boshqa bir hali tushunmagan sohaga kirish men uchun riskli deb o'ylayman. Lekin shu sohada hozir mana ko'rib turibmiz. Akmal aka Fayziyevlar, yana boshqa bolalar startaplar boshlash arafasida. Albatta, agar investitsiya kiritish kerak bo'lsa, bu narsaga o'pimiz. Lekin boyagi narsangiz, biz o'zimizdan birinchi investitsiya olaylikchi, keyin harakat qilamiz. Hasan aka, har doimgidek nima deydi, hazil-huzul qilib, xursandchilik bilan gaplashib turamiz. Hurmatli tinglovchilar, agar oranglarda logistika sohasida startap qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Quickmench supportiga yozing, Hasan akamga aloqaga chiqishsin. Shu nima deydi, podkastimizdan, suhbatimizdan foydalanib qoling, chunki albatta endi sizga investitsiya olishda omad tilab qolamiz, chunki bu oson ish emas. Men ichimdan sezyapman, 100% siz olasiz, chunki MVP bor,
customer retention bor, уже nima deydi, finansiy model qurilgan, monetizatsiya bor. Faqatgina endi global miqyosdagi boshqa kompaniyalarga, bozorlarga chiqish vaqti keldi. Biz sizga bu narsada omad tilab qolamiz, Hasan aka. Rahmat. Hasan aka, hozirgi misol uchun bozorda o'xshash yechimlar ko'p. Mhm. Quick Manage'ning eng katta farqi nimada va nimaga odamlar Quick Manage tanlashi kerak? Misol uchun men hozir aniq ayta olmayman, kuzatuvchilar orasida boshqa yechimlar ishlatadiganlar ham bor. O'zingizni yechimingizni reklama qilmagan holda va maqtov olmagan holda nima yaxshi tarafini odamlarga maslahat bergan bo'lar? Chunki hozir men aytsam, Sunnat reklama qilyapti deb o'ylaydi-da. Mhm. O'zingiz founder, co-founder sifatida, chunki siz plus minuslarini bilasiz. Ayta olasizmi shuni aka? Albatta. Men ham o'sha unaqa maqtov olmagan holda sistemamizni o'zi kim so'rasa, misol uchun demolarda ham boshqada ham nima farqi bor deyilgan savolga javob berishga harakat qilaman. O'zing qaror qil. Ya'ni ishlatib ko'r. At least try. Bir marta bo'lsa ham ishlatib ko'rginda, solishtirasan. Try qilib ko'rmasdan bir fikr bermagin deyman. Shunda o'zi biladi. Boshqa misol uchun insonlar bilan ham gaplashib qolganimizda klient o'ziga qo'yib berishimiz kerak. O'zi tanlasin. O'zi qaror qilsin, bu produktda qanaqa farqi bor boshqa produktlardan. Xuddi shundoq biz o'zimiz ham boshqa qaysidir bir tool ishlatamiz desak, oddiy mana email jo'natish sistemasini ishlatish uchun o'sha boshida research qilganimda, bilmayman, bir 10 ta sistemani proba qilib ko'rganmiz-da. Qaysi biri yaxshi bizga to'g'ri keladi. Xuddi shundoq kompaniyalar ham. Lekin bizda maqsad bor, sistemani oson qilish. Uni foydalanuvchisiga oson o'rganish va oson ishlatish. Farqi shunda deb o'ylayman. Zo'r. Asosiy farqi. Zo'r. Simplicity. Albatta. Simplicity. Oddiylik. O'zim ham maqtab qo'ysam bo'ladimi ozgina? Mayli. Aziz do'stlar, Quick Manage'ni men o'zi birinchi userlardan o'sha nima deydi, sohada dispetcher bo'lib ishlatganlardan bittasi bo'lib, nimaga aniq ayta olaman zo'r deb. Juda tez. Smooth. Endi dispetcher sohasidan chiqqan inson bo'lganim uchun menga tezlik muhim. Yukni qanaqa tez olsam, shunaqa meni ma'lumotlarni tez kiritib, tez ularni kontrol qila olishim kerak. Boshqaruv. O'sha boshqaruv tezligini ko'rgan holda men o'zi bitta ko'rishni yoqtirib qoluvdim-da. Bilardim, masalan, kamchiliklari bor deb aytdi, lekin men bilardim, agar shunaqa tempda ushlansa, yangiliklar bilan ham zo'r bo'ladi. Va shu joyga agar siz shu podkastni ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, Hasan aka, keling shu kuzatuvchilarimizga ularga bir yoqadigan diskount beraylik. Yangi kiruvchilarga. Nima dedingiz? Men shu birinchi podkast pochiniga aka. Ma'qul. Biz necha foiz? Keling, ketdi mana. 40%. Qoyil. 1 yilga. Uverayapmisiz? 1 yilga? Albatta. Aziz do'stlar, bunaqa narsani opsiz qilmanglar. Hunter 40. Promo koddan qilib qo'ydingizmi o'zi? Hunter 40. Qoyil. Steve Hunter 40. Steve emas. Hunter 40 oson bo'lsin userlarga. Hozir o'zi oson bo'lish haqida gaplashdik. Shu promo kodni ham apply qilish oson bo'lsin. Gap yo'q. Hunter 40. Baraka toping. Ko'rdinglar, aziz do'stlar? Hunter 40 promo kodi bilan hoziroq Quick Manage'ga o'tamiz. Registratsiya qilamiz. 1 yilga 40% qistiramiz. Sababi bunaqa imkoniyat berilmaydi har doim. Agar sizda bittadan 100 tagacha, 100 tadan ko'p trakingiz bo'lsa, 5 ta, 3 ta, bittadan 0 ta bo'lsa ham kiring, boshlang, o'rganing, hozirdan obuna bo'ling, traklaringizni kiriting va Quick Manage'da ishlatishni boshlang. Bizga sizlarning fikri qiziq. Hasan akam yaxshi ko'radilar hammadan fikr yig'ishni, hamma bilan gaplashishni, o'shaning uchun gap bo'lishi mumkin emas. Hasan aka juda ham zo'r bir xayrli ish bo'ldi. Ko'pchiligiga kerak narsa. Albatta. Hasan aka, suhbatimiz o'zi juda ham qiziqarli bo'lib o'tdi. Men o'ylayman, o'zi logistika sohasi oson soha emas.
to'ppa-to'g'ri. Stress bor, juda ko'p odamlar charchaydi, burnout juda ko'p. O'zimda ham ko'p bo'ladi. Har почти 2-3 haftada dam olish kuni qayergadir chiqib kelishim kerak. Chunki ishlash ob'yomimiz juda katta bo'lgani sababli, kommunikatsiya doim telefonda, kompyuterda bo'lgani sababli miya charchab qoladi. O'zingizdagi eng nima deydi, o'sha bo'ladi, masalan, men o'zimni xarakterimga qarayman, men juda ham nima desam, hamma narsaga tez harakat qilishga harakat qilaman-da va men shu narsani zo'r fazilat deb hisoblayman, chunki ba'zida shoshaman. Siz o'zingizda qaysi fazilatingizni yoqtirmaysiz va shuni ustida doim ishlashim kerak deysiz. Boshida aytib o'tdingiz, boshqalarning fikrini eshit, lekin mana shu biznesda ishlayotgan paytingizda nima fazilatga e'tibor berasiz? Shu yoqmaydi o'zingizga. Menimcha o'zimni publikka chiqarish. Shu xarakterim bor. Kimlardir uyat deyishi mumkin, uyalish boshqa. Lekin menda uyalish emas. Men agar kim bilandir fikrimiz to'g'ri kelib qoladi, mana siz bilan bir gap boshlasak 4-5 soat ham o'tirib qo'yamiz. Shunaqa. Bir gaplashishni boshlasak, gaplashib ketaveraman. Lekin ba'zi bir insonlarga solishtiradigan bo'lsangiz, o'zimni shu mediada deylik, social mediaga o'zimni juda bir tortib turaman. Chiqarib yuborishga. Endi ehtimol bu avvalgi holatlardan kelib chiqqan bir xaraktermi deb o'ylashimiz mumkin, lekin hozir bu zamoni talabi ekan. Mana o'zingizni tanishtirmasangiz, o'zingizni ommaga ko'rsatmasangiz, sizni kimligingizni bilmasa, sizni produktingizni ham ishlatmasligi mumkin. Endi bu bilan Quick Manage ishlatmayapti emas. Chunki produkt endi yaxshi bo'lsa, asli ishlataveradi, misol uchun. Founderlari kim bo'lishidan qat'iy nazar, lekin mana shu xarakter menda hozirgi kunda yoqmay turgan xarakterlarning bittasi bo'lib turibdi. Shuni ustida, lekin hozir shuni ustida ishlayapsiz-da, Hasan aka. Bugun mehmon bo'lib kelib rozi bo'ldingiz. Men sizga rahmat demoqchiman. Endi sizga qaraganda o'sha odamda yana ham qiziqish, energiya paydo bo'ladi-da. Xursandman aka. Rahmat taklif uchun. Men har doim bir narsani aytib o'taman. O'zingni atrofingda senga o'xshagan bir xil tarafga qaraydigan insonlaringni, do'stlaringni, fikrlaydigan hamkasblaringni o'zing bilan birga tort deyishgan. Men shuning uchun har doim o'zimga o'xshagan insonlarga o'zimni g'oyalarim bilan kelishga qo'rqmayman. Shuning uchun ham sizga birinchi bo'lib keling, sizni ko'pchilik biladi, lekin siz chomni ritsarsiz bozorda-da. Chomni lashatka deydi-ku. Chetda indamay yurasiz. Bugun sizni kuzatuvchilarimizga haqiqatan ochib berdik. Qayerdan ekanligingiz, qanday kelganingiz, menimcha hammaga bu narsalar qiziq bo'ldi, chunki nima deydi? Ertaga Quick Manage Google'da poisk berganingizda chiqib, katta kompaniyalar qatorida turganida biz shu epizodimizni ko'rib eslaymiz. Xudo xolasa. Hasan aka, keling oxirida bitta ikkita tez savollar beraman. O'sha savollarga o'tishimdan oldin bitta narsani, bitta qo'rquv bor bizani kuzatuvchilarda. Ko'ryapsiz, mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, Akmal Fayziyev ko'p hozir startaplar AI qilyapti-da. Shu AI nima deb o'ylaysiz? Shu ishni tezlashtiradimi yo, masalan, hamma o'zi bu savolga juda ko'p javob berdi. Yo, bu yordam beradi, lekin o'zingiz ham taqdim qilgan bitta ikkita AI Quick Manage update, u ham updatechilarni sonini kamaytiradi. Qaysidir taraflama kompaniya egalari cost save qiladi. Biz bu narsani ochiqcha aytishimiz kerak, baribir qayerdadir odamlarning soni kamayadi. To'g'rimi aka? Masalan, men shunaqa fikrlayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu 2026-yil qanaqa bo'ladi o'zgarish logistika sohasida? 2026 nima fikringiz, prognozingiz? Logistika sohasini, ya'ni shu technology tarafida qanaqa o'zgarishlar bo'ladi demoqchisiz? Shu AI tarafdan odamlarni joyi yopilishimi? Chunki hozir Amazon 600 mingta odamni bo'shata olamiz, chunki bizada 600 mingta odam bajaradigan robotlarimiz bor deyishdi-da 2026da. Va 600 mingta ishchi olmasdan turib ishlab ketamiz shu yilda deb e'lon qildi. Siz Quick Manage hozirgi vaqtda yaqinda o'zingiz menga prezentatsiya qildingiz, QM pilot qildingiz. To есть AI pilot CMS ichida o'sha AI vazifalarni bajaradi. Shunaqa. To'g'rimi?
2026-yilda logistika e, qanaqa bo'ladi? AI kirib keldi 2025da aytib o'tishingiz bo'yicha. 2026da 2026da manimcha shu xodimlarni qisqarishi обязательно. Yuk olishda deysizmi? Misol 2 yil 3 yil oldin bu narsani imkoni yo'q deb o'ylardik. Lично o'zim ham shu Brilon Smart Booker orqasidan biz Amazon Relay loadboardini orqasidan ko'chani market loadboardlariga chiqishga harakat qilganmizda. Ya'ni ko'chadan yuk olishga qanchalik imkoniyat bo'ladi, misol uchun bu narsani kompyuter qilib bersa yoki AI qilib bersa degan savolni o'rtaga tashlaganimizda unchalik ham solution bo'lmaydi deb o'ylaganmiz. Sababi brokerlar siz bilan telefon orqali gaplashib yuk beradi. Bu narsani AIlashtirish yoki kompyuter orqali olish imkoniyati yo'q edi. Hozirgi kunda brokerlarning o'zi bu narsani implement qilyapti AI ga. Ya'ni sizga o'sha yukni beruvchisi ham, boshqasi ham AI, telefon qiladigan odami ham AI, gaplashadigani, sistemalari ham AIlashib ketdi. Shunga menimcha juda ham bir dispatching deb olmasam ham bizdagi updater soha, yo'nalish yoki call centerlar deylik. Shu nimalar ham yo'q bo'lib ketadi deb o'ylayman. AI orqasidan. Siz aytib o'tdingiz, fleet, HR, safetylarga ham AI qilyapmiz. U AIlar qani yordamchi bo'ladimi yo butunlay ishchini vazifasini bajaradimi? Yordamchi bo'ladi. Buni butunlay ishchini olib tashlash hozir loadboardlarda ham o'zi yo'q unchalik. Yordam berish, ya'ni o'sha dispatcher yuk olish prosesslari bor-ku. Broker bilan gaplashish kerak, email jo'natish kerak. Shularga hozir misol uchun yordam beryapti. Hozirgi paytda AI. Lekin fully replace qilish hali u darajaga yetmadi. Lekin unga ham yetamiz. Sal ozroq muddatdan keyin deb o'ylayman. Chunki mana broker taraflarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, hamma narsani avtomatlashtirib tashlashdi. Buni orqasidan carrierlar ham уже shu narsaga majbur o'tishgan. Shunaqa oldinlari bizlar rate confirmation bilan setup package-larni print qilib qo'l qo'yishga majburlashardi. Yoki broker jo'natib qo'l qo'ydingmi deb telefon qilar. Hozir avtomatik tarzda keladi, qo'l qo'yasiz, avtomatik tarzda ularga boradi, highway approve qiladi hozir avtomatически yuklar kiritilib ketdi sistemaga. Driverga bitta knopka bilan dispetch qilyapmiz. Qanchalik oldingi 10 soatlik ishimizni qisqaryapti-da. Albatta. Men o'ylayman bu odamlarning nafaqat qisqarishi, balki ularni sog'lom tarzda ishlashga olib kelyapti. Chunki logistika sohasi texnologiyalar ko'payib bormoqda va bu narsa yanada ko'proq yechim beryapti. To'g'ri. Hasan aka shunaqa qilib avtomatizatsiya kirib boraveradi deyapsiz. Xo'p. Keyingi savolim. Dispetcherlarning ham o'rni bosiladimi? Startup software yechim sifatida aytayotgan odam. Nima deydi? Eng ko'p to'lanadigan kasb, eng qiyin kasb, erta kech ko'zlar qizarib yuk qidiradigan kasb o'zim ham bo'lganman. Nima deb o'ylaysiz? Dispetcherlar hali ham qoladimi? Albatta. Qoladi ham, ketadi ham deb o'ylayman. Endi tasavvur qiling, meditsina sohasida miyani operatsiya qilyapti AI. Odamdan ko'ra AI yaxshiroq natija beradi. Endi qolgan soha nima deb o'ylaysiz? Qolgan soha qoladi deb o'ylaysizmi? Men nazarimda har bir sohani AI qamrab oladi. Juda ham ko'p yo'nalishlarni o'sha AI ga beriladi. AI ni intervyu qilar ekanda unda. AI bilan gaplashadi. Xuddi shunday. To'g'ri. Hasan aka. Endi bu nima deydi? Haqiqatlardan bittasi. Bizlar ham Handmeda o'sha AI intervyuni qilish maqsadimiz ham, chunki agentlar bilan ishlaydigan darajasiga kelmoqdamiz. Biz ham bu narsaga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz, chunki yaqin 5 yilda butun dunyoda ko'p qiyin vazifalarni, ko'p o'rinlarni AI lar boshlaydi. AI haqida gapirganimizda Hasan aka integratsiyalarga qanaqa qaraysiz? Misol, Quick Manage o'zi kundan kunga rivojlanib boryapti. Ko'p odam bilan integratsiya qilasizlarmi yoki integratsiyalarga yopiqroqmisiz? Chunki bilishim bo'yicha ko'p TMSlar bor. Endi lekin hammasi ham integratsiya qilmaydi-da, salgina o'zimni produktimni qilay deydi hamma. O'zimni bitta instrumentimni qilib yuboray deydi.
nimadir instrumentni ko'rsa integratsiya qiladida, keyin o'zinikini qilib yuboradi. Mhm. Amazondan o'rgangandek hamma. Mhm. Jeff Bezos qanaqa chopsa, boshqalar ham shunaqa chopamiz deb o'ylaydi. Shu haqida fikringiz qanaqa aka? Integratsiyalar biz openmiz hamkorlikka. Agarda u hamkorlik bizni ham va shu taklif bilan chiqqan tomonni ham qanoatlantirsa. Va bu o'rtada shu bizni klientga ham bir haligi manfaat Manfaatli keltirsa, albatta biz bu har bir inson bilan biz openmiz gaplashishga va hamkorlik qilishga. Zo'r. Yopiqlik qismiga kelsak, o'zini darajalari bor. Mhm. Misol uchun klientning ma'lumotlari yoki boshqa hamkorlik faqat shu integratsiya API orqali yoki boshqa ma'lumotlarni ikkita sistemalar o'rtasida share qilish deb oladigan bo'lsak, buni klient o'zi hal qiladi bizda. Klientni o'zi misol uchun ma'lumot klientniki va klient o'zi misol uchun mana shu ma'lumotni beringlar yoki boshqa desa, shu o'zimizni kerakli nimalarimiz bor, etaplarimiz, steplarimiz, NDA yoki boshqa o'zing bo'yningga olasan yoki boshqa beramiz. Zo'r. Agar siz Quick Manage TMS bilan integratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, eshitib turganingizdek, co-founderni o'zlaridan integratsiya bilan taklif bilan chiqsangiz bo'ladi, agar buni mijozlari rozi bo'lsalar. Zo'r Hasan aka, o'ylaymanki suhbatimiz qiziq bo'ldi. Agar logistika sohasidagi hamkasblarimiz nimaga soha haqida ko'proq gaplashmadinglar yoki nimaga o'sha yuk olish, boshqa sohalarga kirib ketmadinglar degan bo'lsa, chunki bugungi mavzumizda asosiy maqsadi qanaqa qilib software yechimlar logistika sohasida kirib kelishi edi. Va shuning orqasida kim turgani, shunaqa yechimlarni birinchi pioner deymiz, to есть birinchi qadam bosuvchilardan bittasi kim o'zbeklar orasida shu mavzularni ochish edi. Men o'ylayman butunlay bugun juda qiziqarli tarafdan sizni ham ochdik va kuzatuvchilarimizga voqealarni ham aytib berdik Hasan aka. Va biz oxirgi shu blitz savollarimizga keldik. To'g'ri, haqqoniy, tez javob berasiz, ko'p o'ylamasdan. Savollar maqsadi shuda, tez javob bilish, haqiqatni bilish. Pul tizimi yoki omad? Qisqa muddatda omad, uzoq muddatda tizim. Eng zo'r biznes maslahat kimdan chiqqan? Klientlarimizdan. 3 so'zda Quick Manage missiyasi. Make it easy. Uni oson qil. 3 so'zda Handme haqida fikringiz. Qulay HR sistema. Kelajak yoki hozir? Kelajak. Odamlar yoki ish? Odamlar bilan ish. AI yoki odam? Ikkovini tanlasa bo'ladimi? Yo'q. Albatta insonlar. Logistika yoki boshqa soha? Logistika. Hasan aka, savollarimiz tugadi. Qiynab qo'ymadi degan umiddamiz sizni. Siz bilan hamisha suhbat qilish har doim qiziq bo'lib kelgan. Albatta ishonamanki, bu suhbatimizni qaysidir vaqtdan keyin yana bir qaytarib, sizda bo'ladigan rezultatlar, faoliyatlaringiz haqida yana bir aytib berib, bozordagi vaziyatni ko'pchiligiga aytib bersak, menimcha qiziq bo'ladi. Ayniqsa AI sohasi qizg'in rivojlanib bormoqda. Albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, podkastimizni ko'rganlaringiz uchun oxirigacha rahmat. Hammalaringizga yoqdi degan umiddaman. Chunki bizning asosiy maqsad bizning mehmonimizni haqqoniy voqeasi va uni orqasida turgan tarixini ochib berish edi. Sizlar bilan Sunnatullo Abduhakimov edi va Hasan Mirsobek, Quick Manage founderi. Yana bir bora Select podkastimiz kelganingizda rahmat. Rahmat Sunnat, sizga ham taklif uchun. Ishlaringizga rivoj. Omad. Rahmat.